Assalomu alaykum. Biz YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan yurtdoshlar, 2025-yil 23-may Skina navli gilosimiz 4-yil daraxt mana tarbiyalangan kegib uslubida. Hosiliga o'zlaring bittadan baho berib ko'rasizlar. Mana hosillari. Tana bo'ylab hosil beradi, o'zini o'zi 100% changlaydi. Atrofidagi giloslarni ham changlatib beradi. Hozir valovoy sertsa bog'lariga, atrofiga eksalaring 100% ga changlatib berib, yaxshi natija olib kelyapti hozir Skina gilos. Agarda o'zidan boqmoqchi bo'lganlar ham bemalol o'zimizga aloqaga chiqaverasizlar, boq qilib, xuddi shunaqa tarbiyalab berish xizmatlari bizda mavjud. Mana ba'zilarni ham ko'rsatdik, hammasiga bir xilda hosil olgan. Buni orasida 5-6 xil sort aralashib ekilgan. Natija qaysi birida yaxshi bo'lsa, o'shunisi qogizdiriladi degan maqsadda mana Skina gilos hosilini ko'rib turibsizlar o'zlar. Yangi sortdagi ko'chatlardan boq qilmoqchi bo'lganlarga pastda nomerlar qoldirib qo'yapmiz. Agrosat profiliga obuna bo'lib, videolarga bittadan like bosib qo'yasizlar. Ko'chatlar kerak bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, bizni kuzatishda hamisha davom eting.